Assalomu alaykum aziz hamyurtlar. Mana navbatdagi darvozamiz. Farg'ona viloyati Qo'qon shahriga yaqin. Darvozamiz razmeri 4 metrga 4 metr. Narxlaridan 60 ga 40 razmerga. Bu kanalga 40 holatda. Darvozamiz qo'l materiallar ham 3 qavat beradi. Aynan profillar 8 ga 4 istinadi. Mana bunday kichkina yuklarga qalin material ishlatilgan. Mana bu vizalarga alyumindan foydalangan. Mana bu yerlarda ko'rsatilgan. Xudo xolasa mana shu turi bilan narxlarning tomonlari ham hech holatda yana holatda bo'lgan. Zamonlardan qo'l zamondan otilib qo'yishlar shunday kerak bo'lmaydi. Xudo xolasa darvozamizdan orqa tomonlari hech holatda shamlarni ham qilib 40 pachimli shamni qo'yib berganmiz. 42 li shamlardan pachimli shamni qo'yib berganmiz. Shundan qilib yengil ochilib qo'yadi. Bemalol ochib qo'yadi. Darvozamizni ochilib qo'yishlari cho'chki. Kichkina bola bemalol ochib olsa ham bo'ladi. Bu holatda kimga shunaqa xizmatlar kerak bemalol aloqa chiqarsa, O'zbekiston bo'ylab tashlab chiqaramiz. Telefon so'rang, xudo xolasa barcha ma'lumotlar berib o'tamiz.